barber bo'lib turib, oyiga necha pul daromad topsa bo'ladi? O'zimni darajamdagi barberlarni oyligini aytaman sizlarga. Savol boshqatdan bering. Nimaga aynan Kaizen? Sevara Nazarxonni vakillari kelishdi va shu narsani qilib bera olasanmi deyishdi. Dunyo miqyosidagi musobaqalar va bu musobaqalarda yutqizganman. Va alaykum assalom. Meni ismim Bobur. Qibray tuman Ahillik mahallasida istiqomat qilaman. Barberlik sohasi bilan 14 yildan beri shug'ullanaman. Tajribangiz juda ham katta ekan. Faoliyatingiz davomida qayerlarda ishlagansiz? Faoliyatim davomida Rossiyani Moskva shahrida ish olib borganman. Hozir kunda Toshkentda Uncle Chill barber shopida va o'zim asos solgan Kaizen barber shopida ishlayman. Shuningdek, Moskvadagi Grizzly barber shopi asoschisiman va hozirgi kunda Sword qaychi brendi ambasadoriman. Nima uchun Kaizen? Kaizen bu o'zini ustida to'xtovsiz o'sish. Kechagi kunidan ko'ra bugungi kuni yaxshiroq bo'lishi, bugungi kunidan ertangi kuni yaxshiroq bo'lishi. Bu degani bironta ish qilyapsizmi, uni mukammal darajada qilishingiz bu Kaizen. Bobur aka, bizga yana bir narsa qiziqtiryapti. Musobaqalar haqida bir to'xtalib ketsangiz. Musobaqalar Barber Battle. Birinchi qatnashgan Barber Battle'im bu Moskvada BarberCon Moscow bo'lgan, ikkinchisi Russian Barber Week bo'lgan. Bu dunyo miqyosidagi musobaqalar. Unda butun dunyodagi eng zo'r topovoy masterlar o'sha Moskvaga kelgan va sudyalik qilishgan, o'zini master klasslarini o'rgatishgan. U yoqda biz o'rganganmiz, yangi texnikalar, yangi yo'nalishlarda va Barber Battle'larda qatnashganmiz. Va bu musobaqalarda yutqizganman, chunki juda ham kuchli hayajonlanganman. O'zim biladigan narsam ham esimdan chiqib qolgan. Va Toshkentga qaytganimdan keyin bizada Golden Chair birinchi marta dunyo miqyosidagi Golden Chair chempionati, bu Ispaniya ligasi o'zi o'tkazildi. Toshkentda o'tkazildi. Bu chempionatda kreativ yo'nalishida birinchi o'rinni oldim. Undan keyin Melforce, bundan keyin boshqa barber battle'larda ham qatnashdim. Masalan, Melforce'da qatnashdim. U joyda ikkinchi o'rin nasib qildi. Bundan keyin ham musobaqalarda qatnashaman, xudo xolasa. Va shogirdlarim ham musobaqalarda qatnashish uchun tayyorlayman. Shogirdlar 20 dan ortiq, adashmasam, hammasi noldan o'rganishgan. Ularni yarimi chet elga borib ishlab kelgan, qaysidirlari hozir ko'pchilisi deylik. Toshkentda, kamchiligi Moskvada. Shogirdlarim bu kasbni egallagandan keyin o'zini iqtisodiy, oilasini ahvolini ancha maromiga ko'tarib keltirib qo'yishdi. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Behruz. Qibray tumani Fayzobod mahallasida yashayman. 5 yildan beri barbering sohasida ishlayman. Moskva, Toshkentda eng topovoy barber shoplarda ishlaganman. Hozirgi kunda kelib Yashnobodda o'zimning barber shopim bor. Zo'r komanda yig'ganman. Xo'p, bu sohaga kirib kelishimga sababchi bo'lgan odam bu Bobur aka. Bobur akani ko'pchilik Qibrayda taniydi. U odam ne prosta odam, noy ko'ngli toza, har doim to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Menga ham xuddi shunaqa, ne только nastavnik, noy aka sifatida menga to'g'ri yo'l ko'rsatganlar. O'shani hisobiga men ularni aytganini qilganim uchun juda katta natijalarga hozir erishyapman. Aka siz uchun kim? Aka men uchun поддержка birinchi o'rinda. Ikkinchi ada desam, juda ham chiroyli ta'rif bo'ladi. Juda ham e'tibor yaxshi berilgan akamga, menga. Sizlar Moskvadan qaytishga nima sabab bo'lgan? Moskvadan qaytishga birinchi bo'lib Moskvada o'zim uchun oladigan narsa qolmadi. Bu sohamda keragicha ilm oldim deb o'ylayman va Moskvada topayotgan pulimni Toshkentda ham topishga ko'zim yetdi. Chunki o'zimizda Toshkentda shunaqa premialniy barber shoplar ochilyapti, shunaqa konkurensiya kuchayyapti. O'zimizda ham hozir o'sha Moskvada topayotgan puldan ko'proq topsak bo'ladi, kuchliroq rivojlansak bo'ladi. Chunki Toshkent hozir dunyo miqyosida dunyo shaharlaridan biriga aylanib boryapti. Chet ellik barberlar, topovoy barberlar Toshkentga kelib hozir o'zini master klasslarini o'tkazishyapti. Masalan, o'tgan yili kelgan Josh Lamonica dunyodagi educatorlarni birinchi raqamlisi.
o'zi angliyalik educator, dunyodagi nomer 1 barber ustoz Toshkentda dars berdi. Nega aynan barberlik sohasi? 15 yoshimda magazinimiz bo'lardi, yonida sartaroshxona bo'lardi. Bu yoqda ustozim Nurdin akam har kuni kechqurun chiqib pul sanardilar. Bu menga juda ham yoqardi. Va uydagilar xohlaysanmi shogird tushishi deyishganda, men sartaroshlik ko'zimga ko'rinmagan, birinchi bo'lib pul ko'zimga ko'ringan va ha deb o'rganman. Shunaqa qilib sartarosh bo'lganman. Yonlarida boshida qiyin bo'lardi, chunki yonlarda turardim. Juda ham zerikarli bo'lardi. O'zim so'kardim, nimaga rozi bo'ldim, nimaga keldim. Men tengi o'rtoqlarim ko'chada o'ynab yurishardi, bo'suga borib cho'milishardi, kompyuterga chaqirishardi. Ammo zerikarli bir narsani tomosha qilib turardim. Men uchun zerikarli bo'lgan narsani. Bu hol birinchi marta soch olgunimcha bo'lgan. Birinchi marta qo'limga mashinka ushlaganimdan keyin, birinchi sochimni olganimdan keyin yoqib qolgan. Ikkinchi marta qachon bu kasbga berilib ketishim, o'rtog'imni amakisini borib sochini olganman. Shunda ular menga pul emas, bog'i bo'lardi. 4 kilo ikkita paketda olma berishgan va mollari bo'lardi, 2 litr sut berishgan. Men uyga shu olmalar, sutlarni olib kelganimda birinchi marta uyga nimadir olib kelayotganimdan o'zimdan mag'rurlanib, xursand bo'lib, bu kasbga kuchliroq berilib ketganman. Umar Nazarxonning Patriot O'zbekiston klipida gerb va naqsh tushirilgan soch turmagini ko'zimiz tushdi. Buni ham siz bajarganmisiz? Hair tattoo bizada yo'nalishi bor. Shu boshga naqsh chizish. Bir kun barbershop Uncle Chill'da ishlayotganimda Sevar Nazarxonning vakillari kelishdi va shu narsani qilib bera olaysanmi deyishdi. Hair tattoo. Bu boshga naqsh chizish. Ko'rdim, albatta dedim, qiyin ish. O'zimizning milliy naqsh va o'rtasida O'zbekiston gerbi. Va buni uddaladim. Ajoyib chiqdi. Bobur aka, ko'pchilikni hozir qiziqtirayotgan savolimiz bor. Barber bo'lib turib, oyiga necha pul daromad topsa bo'ladi? Zo'r savol u. Hamma yoshlarni qiziqtiradigan savol. Barber bo'lib maksimalni necha pul topish mumkinligini bilmayman. Bu juda ham katta summa bo'ladi. Kimdirlar bir oyda uy oladi, bir oyda mashina oladi. Men o'zimdan kelib chiqib, o'zimning darajamdagi barberlardan oyligini aytaman sizlarga. Biza hozirgi kunda barberlar 25 milliondan 40 milliongacha oyiga pul topamiz. Bu oilani kamchiliklarni yopishga, uyga to'lov qilishga va maza qilib yashab yurishga yetadi. Bugungi yoshlarga qanday maslahat bera olasiz? Bugungi yoshlarga maslahatim o'ylashib ko'rishsinda. 5 yildan keyin ertalab uyg'onganida o'zini qanaqa tasavvur qilishadi? 10 yildan keyin qanaqa tasavvur qilishadi? Kim bo'lishni xohlashadi? Qanaqa joyda, qanaqa sharoitda yashashni xohlashadi? Siz masalan 10 yildan keyin o'zingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Hamma orzulari bor. Shu orzularni orzuligicha qolib ketmasligi uchun ertaga uyg'onib bironta ishni qattim o'shanda o'sha ishda mustahkam ushab, shu ishda professional bo'lishga harakat qiling. Ertangi kuningiz bugungi kuningizdan yaxshiroq bo'lsin. Eng asosiy maslahat shu. Rivojlanishda to'xtab qolmang. Qachonki siz rivojlanishda to'xtasangiz, siz to'xtab qolmaysiz. Siz orqada qolib ketasiz.